Qozog'iston chegara bo'yidagi Kurshim va Zaysan noyalarini Xitoyga bo'lgan qarzga hisoblab, Xitoyga sotganligi ilgari surildi. Xabar Nida torining bildirishicha, Kurshim va Zaysan noyalarida o'ltiradigan qozoqlar sistemali holda boshqa noyalarga ko'chirilayotgan bo'lib, bu ish maxfiy olib berilgan. Ko'zatchilar Xitoyning ishg'ol qilmoqchi bo'lgan davlatni oldi bilan qarzga bo'g'ib, orqadan besim va tahdid orqali iqtisodiy va siyosiy kelishimlarni tuzishga majburlaydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'ng yig'inda Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchilarini fosh qilgan Zumrat Davudning 80 yoshlik dadasini o'ldirib jazoladi. Zumrat Davud Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 78-navbatlik cho'ng yig'inda o'tkazilgan Xinjiangdagi kishilik huquq tajovuzchiliklari nomli yig'inda guvohlik berib, sababsiz holda qamab qo'yilgan yig'ilish lagerida beshidan o'tganlarni so'zlab, Sharq Turkistondagi haqiqatlarni aytib bergan edi. Zumrat Davudning aksiga tahdid xarakterlik tashviqot videosi ishlatkizgan Xitoy doiralari intiqom olish uchun uning boshqa oila a'zolarini tutqun qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika Avom palatasining Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasini ma'qullaganligiga norozilik bildirib, buningga qat'iy qarshi turganligini aytdi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Gong Shuang bu haqda to'xtalib, Amerika Avom palatasining atalmish Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasini ma'qullaganligiga qattiq norozilik bildiramiz va qat'iy qarshi turamiz dedi. Liviyaning Al-Homs shahri sohilida 70 nafar qonunsiz ko'chman qutqizib olindi. Davlatlik birlashma hukumatining rasmiy ommaviy taratquv hisobida e'lon qilinishicha, Homs shahridan 95 mil yiroqlikda elib berilayotgan qutqizish harakati natijasida bir havo kemasidan 90 nafar qonunsiz ko'chman qutqizib olingan. Bayonotda ko'pincha Somalilik bo'lgan bu ko'chmanlar orasida 7 nafar ayol balig'i, ularning ikkisining homildor ekanligi bildirildi. Rossiya davlatining strategik nuqtalaridan biri deb qaralgan Altay rayoniga BOKM-3 nomli havo mudofaa sistemasi o'rnashtirildi. Rossiya Mudofaa ministrligi Qozog'iston, Xitoy va Mongoliya qatorliq davlatlarning chegarasiga joylashgan va Rossiyaning eng janubidagi O'rta Osiyoga ichiladigan ishiga bo'lgan Altay rayoniga BOKM-3 nomli havo mudofaa sistemasi o'rnatganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga Rossiyada Amerikalik 3 diplomatning Sezgur rayoniga ruxsatsiz kirganligi uchun tutib turilganligi o'ttirg'i chiqdi.